Bugun men Mumbayda ko'rgan eng chiroyli bino va uning go'zal tarixi haqida gapirib bermoqchiman. Bu bino Mumbayda onaga bo'lgan mehr va muhabbat ramziga aylangan. Bu bino Mumbay shahar markazida joylashgan Rajabai Clock Tower, ya'ni Rajabai soat minorasi hisoblanadi. Ko'rinishi London Big Ben'i asosida loyihalashtirilgan bu bino Bombay fond birjasining asoschisi bo'lgan boy trader Premchand Roychand tomonidan o'zining ko'zi ojiz onasi Rajabai sharafiga qurdirilgan. Ko'zi ojiz onasining Jain dini e'tiqodi bo'yicha kun botmasdan oldin ovqatlanish kerak bo'lgan onasining ibodat vaqti bo'lganini onasi bilishi uchun shahar markaziga har soatda qo'ng'iroq chalinib turadigan soatli bino qurdirishni niyat qiladi. Bombay fond birjasi asoschisi Premchand Roychand onasi sharafiga quriladigan Rajabai Clock Tower xalqqa ham manfaatli bo'lishi uchun binoni Mumbay universiteti Fort Campus hududida soatli bino va Bombay universiteti kutubxonasini qo'shib qurishga juda katta mablag' ajratadi. Bino qurilishini loyihalashtirishni esa mashhur ingliz arxitektori Sir George Gilbert Scottga topshirishadi. Bino qurilishi 1869-yil 1-martda boshlanib, 1878-yil noyabrda tugatiladi. Rajabai Clock Tower va unga tutish universitet binosi arxitekturasi Victorian Gothic va Art Deco uslubi ansambli sifatida UNESCOning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bino biz ozroq oldin ko'rgan Mumbay Oliy sudi binosi yonida va Ozodlik maydoni ro'parasida joylashgan. Hindiston bu ko'pchilik blogerlar ko'rsatishga harakat qiladigan dunyo axlatxonasi emas, balki o'ziga yarasha madaniyat va mentalitet markazlaridan biridir. Chunki ularning madaniyati va taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatganlar bular bizlarning musulmon ajdodlarimiz Boburiylar va ularning avlodlaridir.